biron bir ayolga qanaqadir bir tajovuz bo'ladigan bo'lsa yoki uni kamsitish, shunaqa fohishaga chiqarib qo'yish yoki o'ldirish, hattoki urish darajalari bo'ladigan bo'lsa, u bizga murojaat qiladi. Biz ana o'sha narsalarni yoritib borib, qonun oldida javob berishiga majbur qilib qo'yamiz. Ana bundan keyin nima bo'ladi? Butun o'zbek ayollarini himoya ostida ekan, avvalambor himoya ostida emas demoqchi emasman. Bizani prezidentimizning qizlari Mirziyoyev, Saida Mirziyoyev juda ham qattiq himoya qiladilar. Ularga biz ham yelkadosh bo'lib tursak, undan-da zo'r bo'ladi. Undan-da zo'r bo'ladi. Shunaqa forumni ochib turib, zo'r proyektlar qilib qo'ysak, bironta bir ayolni boshiga nimadir kulfat olamor tushmasin. Bir nima bo'ladigan bo'lsa, bilsinki, shunaqangi forum bo'ladi, shunaqangi bir kichkina tashkilotchi bo'ladi. Biz uni davlatga qo'shib, biz ham himoya qilamiz birgalikda. O'shunaqa narsani men xudo xolisi kelishida plan reja qilib qo'ydim buning orqasida. Buning orqasida hali juda ko'p yaxshi ishlayapti o'rtoqlar. O'shaning uchun men endi Gizapa bu yoqqa kirganim siz uchun kirdim. Boya o'sha mana shu narsani yana bir marta qaytarib o'tmoqchiman. Sizni eng zo'r udar gaplaringizni ichingizda qolib ketib qolganligi uchun uzr. Bu narsani chiqarishingizga men yo'l qo'ymaganligim uchun uzr. Adminlarga to'g'risi men yozib yubordim. Mana shunaqa qilib turinglar, iltimos bizani hurmat qilsanglar deb. Chunki men o'zimni hurmat qilaman. Men bu chatga kirib gapiryapman, bu yerda Feruza opa, siz mana kirasiz, Ziyoda opamlar, bu yerda shuncha insonlar bor. O'shaning uchun odam og'zini biroz men eshitgim kelmadi. Chunki men tanimayman, menga qizig'i ham yo'q. Bizani o'rnimizda insonlar emas. Shunaqa gap o'rtoqlar. Bizani eshitganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat Javohir aka. Sizlarga ham hammanglarga juda ham katta o'zimizdan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu yerda shuncha inson o'tiribdi mana. Hammaligini o'zligini shaxsiy ishligi bor. To'g'risi, shunchalik vaqt ajratyapsizlar. Nima deyishga ham hayronman. Rahmat. Shunchalik bizga ishonganingiz uchun rahmat. Bu ishonchinglarni albatta oqlayman. Albatta oqlaymiz. Yana manman ko'ryapsiz, barcha insonmizda bandamiz xato qilib qo'yamiz. Manmanlik o'tib ketaman. Oqlaymiz. Oqlaymiz, oqlaymiz. To'g'rimi Ziyoda opa, nima dedingiz? Ozgina qoldi, xudo xolasa. Inshaalloh. Albatta xudo xolasa ko'p qolmadi, juda ham kamgina qoldi. Men shu o'rinda aytardim, o'rtoqlar, umuman hamma Amerikadagilarni o'rtasiga men endi ism aytmayman, ba'zi bir aktivlar tomonidan ozgina fitna solishga harakat qilinganligini sezyapman o'zim, shaxsanman. Negaki Koreyadegilar emas, aynan Amerikadagilar Nozimaga adolat challenjini bizdan ham ko'ra birinchiroq bo'lib, bayroq desak, shu bayroqni birinchi Amerikadagilar ko'tardi-da, siz orqali. Koreyadegilardan ba'zi birgilarni itarishga harakat qildik yoki bizga nisbatan, ya'ni mana shu Feruza opamga nisbatan fitna qilgan insonlar ham bo'ldi. Shularning orasida ayrimlari aynan Amerikadagilarni tanlashga harakat qildi. Qaysidir ma'noda balki maqsadiga yetgandir ham yoki yetmagandir bilmayman, lekin men Amerikadagilarga iltimos qilardim, o'rtoqlar, oxirgacha boraylik. Inshaalloh mana shu Javohir akani qaysidir bir bayramiga, qo'shaloq bayram bo'lib Toshkentda Nozimaga adolat albatta bo'lgandan keyin Toshkentda ko'rishamiz, uchrashamiz, bir-birligimizni ko'rgan vaqtimiz bemalol kulib qaraylik bir-birligimizga. Voy, ana menga fitna qilmaganmidi, falonchi manaqa gap aytmaganmidi kabi gaplarni ishlatmaylik. So'kinib turib yoki bir-birimizni haqorat qilib g'alabaga erishmaymiz o'rtoqlar. O'zimizni hurmatimizni bilib, kim nima desa hammani gapiga ishonib ketmay, iloji boricha men Amerikadagilarni ko'p gapiraman, ming bor uzr. Aql o'rgatgan bo'lib qolmay, lekin ashibga aynan Koreya tomonida bo'lganligi uchun Koreyadagilarning nomidan uzr so'rab gapirmoqchiman bu gapni.